Oh my god, obunachilar qaranglar juda ham zo'r ajoyib Lucky Blockni. Barchaga salom obunachilar, mana ismim Kompot va mani video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Nima desam bo'ladi, mana bu ko'rib turganingizdek olamda Lucky Block bu. Hozir biz bu Lucky Blockni buzib ko'ramiz, qani nima chiqar ekan. Lekin obunachilar bitta mana shu Lucky Block bilan tugab cheklanib qolmaymiz obunachilar, chunki biz o'zimizdan ajoyib g'aroyib qishloqlarga tashrif buyurish videolarimizda yana bugun olamiz. Bugun qanaqa qishloqqa? Ha, obunachilar o'tgan safargi video roligimda ko'rganinglardek har xilcha qishloqlarga tashrif buyurganman. Lekin bunisida biz Lucky Blockmi, Lucky qishlog'iga, Omad qishlog'iga boramiz. Qarochi, hozir lekin Omad qishlog'iga borishdan bitta mana buni buzib ko'ramiz, chunki nimadir chiqarmagan. Qani? Xo'p, qani bizni omadimizni sinab ko'ramiz. Opa, ajoyib, bizni omadimiz juda ham zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r omadli odam ekanimizni. Mayli nima bo'lganda ham hozir biz qishloqqa borishdan oldin o'zimizga kerakli narsani olishimiz kerak, lekin nimani olay? Qiziq. Bilmadim. Mayli obunachilar, prosta tak bitta qilishni olamiz edi, ketaveramiz. Qolgan ortiqcha narsalar kerak emas. Maylimi? Mayli, mana bu kirkani ham olaylik va nima uchun? Bu yerga turibdi, nima kichkina creeper. Notebookim yo'qolib qolgan shekilli. Mayli, to'xtab turinglar-da. Mayli, nima bo'lganda ham hozir biz qishloqqa boramiz. Mana shu yerlarda edi bizni qishloq. Xo'sh, obunachilar, mana bu yoqqa keldim, bir nima qilib juda ham odam charchab ketdi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqda juda ham ajoyib qishloq turibdi, juda ham ajoyib. Nima desam bo'ladi, mana bu Lucky Blockli qishloq turibdi. Kirishimizdan oldin bitta obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Mayli, bo'lmasa asta-sekinlik bilan kirib ko'ramiz. Xo'sh. Oh my god, obunachilar juda ham zo'r chiroyliligini qaranglar. Har xil tomonlardan, yuqoridan qarasak juda ham zo'r chiroyli. Atroflarini qaranglar. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, hozir biz nima desam ekan, qayerga borsam ekan, mayli bo'lmasa mana bu yoqda, ya'ni mana bu o'zimizdan chap tomonimizda qanaqa bir g'alati chuqurlik bor ekan. Mayli, qani bu chuqurlikda nima bor ekan, qani bitta ko'rmasak bo'lmaydi. Xo'p, bu yoqda, tushunmadim, bu yoqda bellashuv ketayotgan ekan, Lucky Blockli bellashuv. Qani pastga tushaylikchi. Ha, obunachilar, mana ko'rib turganingizdek, Lucky Blockli bellashuvlar, mana bu, mana e'tibor bermaysizlar. Xo'sh, mana Lucky Blockli bellashuv. Agarda obunachilar buni bilmasanglar, men hozir sizlarga o'rgataman. Qaroq 3 ta odam bo'ladi, 3 ta qatnashuvchi bo'ladi, poyga bo'ladi. Hamma Lucky Blocklarni sindirib, o'sha chiqib ketishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Oxirigacha borishimiz kerak bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Endi juda ham ajoyib deb o'ylayman, yana ham bilmadim. Agarda yoqayotgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, hozir mana buni buzib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir biz Oppa Gangnam Style bo'lamiz. Ana, Oppa Gangnam Style bo'ldi. E'tibor bermaymiz obunachilar. Bu yoqqa qaytib tushmaymiz. Lekin nima bo'lganda ham bu yo'lda nimalar bor ekan? Ajoyib. Bu yo'lda nima bo'ldi? Kimsan sen? Isming kim? Tushunmadim. Men qarochi 10-qishloqdan, qarochi Kompotman. O'zingni kamonlarni sinab ko'r. Juda ham har xil, juda ham zo'r ajoyib kamonlar bor. Bilasan-ku, Kompot. Okay, mayli, bo'lmasa qishloqqa qaysi kamon salinsam ekan? Mayli, menga boru, mana bu kamon juda ham chiroyli ko'rinyapti. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, hozir buni qaranglar, juda ham vobshe mana bu boshqacha ekan. Qanaqa ekan bu? Xo'sh, buni qaranglar, 3 tali o'q otar ekan. O'ta, qishloqqa qanaqa. Ot qochay bu yoqdan, Mayli, nima bo'lganda ham juda ham zo'r ekan mana bu kamon, 3 tali otar ekan. Uzr. Endi bilasan-ku, endi juda ham zo'r. Mana Lucky Block olishing mumkin. Katta rahmat lekin. Xo'sh. Qani Lucky Blockda nima bor ekan? Oddiygina bitta nima edi, oddiygina bronya ekan. Mayli, obunachilar, nima bo'lganda ham bu bronya ham juda ham ajoyib deb o'ylayman. Oddiygina mana bu teri bronyadan ko'ra mana shunaqa zanjirli bronya zo'r deb o'ylayman. Xo'sh, mayli, bo'lmasa bu yoqda nima bor ekan? Juda ham chiroyli, ajoyib. Nima edi? Bino ekan. Mayli, qani yuqoriga chiqaylikchi. Mana bu Lucky Blockni zo'rligini buni buzish kerak-ku. Qishloqqa yaxshimisan? Yaxshiman. Kimsan sen? Men Kompotman 10-qishloqdan kelganman. Qani mana bu Lucky Block buzib ko'raylik. Yo'q, Lucky Blockni buzish uchun sabrinchi, topshiriqni bajarishing kerak. Qanaqa topshiriq ekan? Mayli. Xo'sh, qisqasi qara. Mana bu orqadagi, ya'ni tashqaridagi mana bu so'roqchani to'g'rilab qo'yishing kerak. So'roq, chala so'roq bo'layotibdi. Nima degani? Axir buni prosta buzsak bo'ladi-ku. Buzsam bo'ladimi? Yo'q, gap tushunmaysanmi gapga? Men senga aytyapman, mana o'sha mana bu topshiriqni bajarsang, keyin buzasan. Xo'p, mayli, qani qaysi so'roq ekan? Mana bu yoqdagi, mana bu yoqdagi chala so'roq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana shu yoqda, mana to'g'rida turibdi-ku. Ko'rmayapsanmi? Nima tushunmadim. Xo'p, mayli, bu to'g'rilab qo'yaman, bo'lmasa toza muomalangiz juda ham yomon ekanda. Xo'p, mayli, bo'lmasa hozir to'g'rilab kelaman, lekin men bu Lucky Blockni buzib qo'ymayman, men o'zim buzaman buni. Okey, mayli, kutaman seni. Давай, Trobo, men senga
Ana resurslar kerakmi senga? Ha, resurslar kerak, lekin to'xtab turingda. Xo'sh, obunachilar, mana bu so'roqni qilishimiz kerak menimcha. Mayli bo'lmasa, resurslarni olishimiz kerak bu so'roqni to'g'rilash uchun. Xo'sh. Mayli, qaranglar, juda ham zo'r so'roq turibdi-yu, lekin sal-pal chala turibdi-yu. Okey, mayli, nima bo'lganda ham bu so'roqlarni to'g'rilaymiz. Mana bu yoqda ekan resurslar. Resurslar mana shu yoqda ekan. Men hozir resurs olaman deb o'ylagandim, lekin mana bu yoqda ekan. Okey, normalniy. Ana endi ularni barchasini qo'yib chiqamiz ama. Xo'sh. So'roq qani? Qaysi so'roqga qarasam ekan? Qaysi so'roqga? Bu to'xtanglar. Xo'sh, mana bu yoqda qo'yamiz. Chumam, nima qo'ymayman? Hop, chumam. Qo'yil. Yaxshi. Xo'p, qanaqa? Davay, qo'yil. Nimaga bu? To'xtanglar. Ana qilmaslik kerak ekan. Okay, I'm sorry guys. Xo'sh, ana endi, xo'p, mana bu so'roqga qaraymiz. Hop, normal. Oh my god, mana bu so'roqlarni to'g'rilab qo'yamiz. Mana bu yoqdagi so'roqni ham bitta qo'yamiz, ajoyib. Menimcha zo'r bo'lmoqda. Mana bu yoqdagi katta so'roqga qarab, mana shu so'roqni to'g'rilayapman obunachilar, e'tibor bermaysizlar. Men o'zi so'roqni qanday qurishni bilmayman, lekin ana Lucky Blockni olishimiz kerak. Menimcha juda ham ajoyib Lucky Block deb o'ylayman. Chunki juda ham zo'r narsalar bor edi. Okay, sal qoldi oyog'imni sindirardim. Juda ham ajoyib, nima uchun sakraganimni o'zim ham bilmayman. Короче, okay. Xo'sh, agar obunachilar bizni mana bu so'roqni chotka qilib chiroyli qilib qo'ysak, bitta obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, bitta obuna. Shuni, meni telefonimga shunday xabar keladi. Men qurib bo'ldim, men gapirib Xo'y, men qurib bo'ldim. Davay, okey, qurib bo'ldik. Men ko'rdim, juda ham zo'r ekan. Qani davay, mana buni buzib ko'rchi Lucky Blockni. Xo'p, mayli. Qani bo'lmasa, meni qo'limga totdi bu bo'lani qo'limoqchi edim. Nima bo'ldi ekan bu? Birorta xususiyat bormi ekan? Oddiygina narsa ekan-ku bu. Mana shuncha mana oddiy narsa uchun mana shu ishlatdingmi mana? Bo'lmasa qaytarib Yo'q, bo'lib hazillashdim. Ajoyib obunachilar, mayli, lekin e'tibor bermaymiz. Bu nima bo'ldi ekan? Obunachilar, bu nima desam bo'ladi? Bu Lucky Blockni tuzog'i bu hisoblanadi. Mana shu Lucky Blockni buzgan paytinglar tuzoq bo'ladi. Buni Lucky Block modini biladiganlar biladi obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta mana shuni bosamiz. Oppa, mana tuzoqqa kirib qoldik. Ajoyib. Nima ekan, kompyuterim qotyapti, tushunmadim. Nimadir bo'ldi shekilli. Tushunmadim. Lekin qani chiqaman? Hoy, yordam, meni chiqarib yuboringlar meni. Hoy, tushunmadim men sizlarga. Opana, e'tibor bermaysiz obunachilar. Okay. Xo'sh, bu yoqda nima deb yozilgan ekan? Bu yoqda, g'alati obunachilar, bu yoqda. Buni qaranglar obunachilar, вообще. Mana bu men boyaki, mana bu Bronya esa boyaki mana bu Lucky Blockni buzgan payti mana shu Bronya chiqish kerak edi, lekin umuman chiqmadi. Mayli, bo'lmasa qani hozir buni kiyib ko'ramiz. Oh my god, obunachilar, men qaranglar, men bu Bronyani himoya qilishini qaranglar, keyin unisiku mayli, buni himoya qilishisiku mayli, obunachilar, men qaranglar, menga nima desam bo'ladi, mana bu jonlarimni ko'paytirib berdi. Xo'sh, buni qaranglar. Tushunmadim, nimaga qotyapti bu, tushunmadim. Mayli, qaranglar, вообще men tezligini qaranglar. Nima uchun like qilyapti, tushunmadim, nima uchun qotyapti bu qishloqqa har doim kelgan paytim qotadi. To'g'ri. Oh my god, qotishini qaranglar-da. To'g'ri, birinchi marta kelyapman, lekin nima bo'lganda ham endi qotyapti-da. Bilmadim, nimadir bormi bu yoqda. Xo'sh, bu yerda bu yoqda короче, bittasi omadli ekan. Xo'sh, qani qaysi yerda omadli bloklar bor ekan, Lucky bloklar? Menimcha bittasida emas, ikkitasida omadli Lucky bloklar bo'lishi kerak, adashmasam. Xo'sh, bu yoqda buni qaranglar, juda ham ajoyib shirinliklar bor ekan. Mayli, bu shirinliklarni ham olaylik, kerak bo'ladi. Misol uchun men bu qandni qaranglar, xo'roz qand deyiladi shekilli, bilmadim, yana ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, bu yoqda nima bor ekan? Qani? Mana och ko'k, nima edi? Mana Galiboy deydilar, Galuboy. Nima? Короче, yana oddiygina narsa. Okay, e'tibor bermaymiz. Okay, e'tibor bermaymiz. Xo'p, yana boshqa Lucky Blocklar bo'lishi kerak mana bu yoqda. Obunachilar, mana bu yoqda qizil krasniy Lucky Block bor ekan. Xo'sh, bu yoqda ajoyib, mana yaxshi. Ajoyib. Kitob bo'lsa ham normal, hech bo'lmaganda oddiy boyakidek Bronya bermadi. Kitob bergani bilan ajoyib kitob o'qiymiz zerikkan paytimiz. Okay. Xo'sh, bu yoqda nima bor ekan? Bu yoqda kiraylik. Ajoyib, buni qaranglar. Qishloqlar bizdan ham zo'r. Merdi uyini qaranglar, juda ham zo'r. Mana bu yoqda juda ham zo'r utyuk bor ekan. Bu nima bo'ldi? Obunachilar, mana bu Lucky Block, katta blokni qaranglar, ichida juda ham ko'p Lucky Blocklar bor. Bularni sinab ko'rishimiz kerak. Misol uchun, mana shularni buzib ko'ramiz. Ajoyib. Davay. Juda ham zo'r ajoyib narsalar bor ekan. Buni qaranglar, вообще zo'r narsalar chiqmoqda. Ajoyib. Respect. Chumam. Men qiyon, yo'qolayman sen. Chumam. Bu вообще yomon qiyon ekan-ku, bu вообще amal ketib qoldi.
aqlli quyon ekan, normal. Xo'sh, bu yo'lda nimalar bor ekan? Xo'sh, qanaqa? Ajoyib gap bo'lishi mumkin. Hech nima. Bu yo'ldan chiqqan yaxshi. Bu yo'ldan chiqqan yaxshi obunachilar. Tinchgina bu o'zi boshim tinch bo'lsin-da, mana bu yo'ldan chiqib ketmasam umuman bo'lmaydi. Tushunmam, kim urdi mani? Kimdir urdi hozir. Mana bu quyon ekan, toza yevording, men quyon bo'lmay ketdik. Sani yo'q qilib edi, mana shu quyonni obunachilar to'xtab turinglar-da. Sanimi? Mana yo'q qildi obunachilar, men quyonni вообще ko'rinmasin-da ko'zimga bitta men bu. Yo'laydi, men bu tortchani yaxshi normal. Bu qaytib buni buzmaymiz. Bu yo'lda nimalar bor ekan? Bu yo'lda damlamalar yeri ekan. Ajoyib. Bu yo'lda sutlar bor ekan. Okey, mayli. Hozir bizga sut kerak emas deb o'ylayman, lekin kerak bo'lib qoladi. Misol uchun zaharli damlama yoki zaharlanib qolgan paytimiz, bilasizlar, Minecraftda sut ichsanglar, zahari ketadi. Buni mana bu qayerga ketib qoldi bu? Mana bu yo'lda ekan. Bu yo'lda qanotli nima edi? Mana bu damlama deb yozilgan ekan. Qanotli nima degani bu? Qanotli tushunmadim, qanaqa effekt berar ekan, qani? Bu yo'lda uchish effekti bu. Qanday qilib uchamiz, lekin uchib bo'lmayapti-ku bu yo'lda. Qanday qilib uchib kiramiz? Obunachilar, qaranglar, вообще chotga uchganimni. Oh my god, вообще respecto el perfecto yu. Qaranglar. Qaranglar, mana bu yo'lda har xilcha talar bor ekan, qaranglar, ko'rib turganinglardek. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, juda ham zo'r. Tushunmadim, mana bu yo'lda yana nimalar bor ekan? G'alati, mayli. Xo'sh, mana qaranglar. Bu troll facemi bu? Troll face ni biladiganlar kommentariyada yozib qoldiringlar-da. Oh my god, men fonic edit qilaverarlar. Ko'rinish qaranglar-da, troll face. Kompot emas, endi troll kompot deb aytsalar bo'ladi. Bu yana nima ekan? Bu yana qanaqadir oddiy yosh bolalar narsasimi? Bu yo'lda qanaqadir narsa bor ekan desam, yana shunaqa mayli e'tibor beramiz. Obunachilar juda ham ajoyib deb o'ylayman, juda ham zo'r. Bu qaranglar, har xil bir-biridan ajoyib. Bu yo'ldachi obunachilar buni yeyish kerak, buni olish kerak demoqchi edim. Mani sevimli pitsam yo'q bo'lib ketdi. Oh my god, mayli nima bo'lganda ham obunachilar, pizza yegim keluvdi. Lekin sizlarga yoqdimi obunachilar? Mana qaranglar, juda ham yuqorilardan qaraganimizda juda ham zo'r, ajoyib. Xo'sh, gap bo'lishi umuman mumkin emas. Menga juda ham yoqdi. Agarda sizlarning fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, bu yo'lda nimalar bor ekan? Mayli bitta ikkita buzaylik. Mayli obunachilar, yema baby kompot. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Bu yo'ldan ketadi. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr obunachilar. Ko'rishamiz. Akkinchi obuna bo'lib qo'yishingiz, sizlardan chiqmasin obunachilar.